Odamgarchilikni Qo'y. Nima uchun kurashayotganinglarni eslatib qo'ymoqchiman. Siz Rayhon nima ish xos bu yerda? Vazifangiz nima hozir? Rayhonning vazifasi shu kuruvda chiroyli qiz bo'lib berish bo'ldi. Oy, asujdayu. Yo, men qozon yuvib berdim. Ha, keyinchi? Keyin Уже qozon yuvib beryapmiz u tarafga. keyin piyoz to'g'rab. Ayol kishining vazifasida. Sizlar ayol kishining vazifasi. Siz qozon yuvmaysizmi uyingizda? Bir o'zingiz yashaysiz-ku? Ayol kishi bilan erkak kishi teng huquqli. Yo'q, men Qozonlarni ayol kishi so'rayman. yuvadi. Kim qozon yuvadi uyingizda? Sizni uyingizda bir o'zingiz yashayapsiz. Kim qozon yuvadi? Ayol kishi yo'ligi uchun o'zim inakda yuvib turadi ayol kishi. Qaysi ayol kishi? Уборщицалар, к примеру. Har kuni keladimi uborishchi? Yo, siz Inakda nima? haftalab posudani yig'asizmi, keyin yuvadi? Haftalab yig'aman. Haftalab yig'asizmi? Ha? Voy, aylanib ketdingmi? Turk taomida sosiska nima qilyapti? Это просто qo'shish mumkin ichkariga. Tipo mol go'shtini ham qo'shib bo'ladi, to'g'rimi? Да, просто mol go'shti. Sut naзванияsi turkcha. Ha, просто любой ovqat tayyorlaydi, turk taomi. Нет. Men hammaga omad tilayman, bilmadim bular nima tayyorlayapti. Ko'rsatib yuboringlar, nima bilan tuxumni chiqaryapti? Qo'l bilan? Нет. Qara nima bilan chiqaryapti? Nima bilan chiqaring? Nima bilan chiqarsin, to'g'ri. Qo'l bilan chiqazadi, hali uylanmagan, bosh qilmagan. O'to'la, biz va nihoyat o'sha opani topdik. Assalomu alaykum. Erta Chimchida. Biz sizni qidirib, bilasizmi? Qancha joydan keldik. Men sizni yoshligimdan beri taniyman. Adamlar bilan kelib, aniqlardingiz sizdan. Chimchi. Faqat oldin adam birinchi yeb ko'rardilar, keyin men yerdim. Hozir men birinchi ko'raman, siz yemaysiz. 40 million oldik. Rahmat. Davay. Ana endi biza bolaning oldiga ketdik. Men o'zim maqsadimga erishdim, chimchi oldim. Shoh, meni kut. Uzr. Nima? Qaynamagan-da, jan. Qaynagan, просто жидкий bo'lgan. Yo, azim qayta qo'yish kerak bu. Qo'limni yuvotdim. Tavog'inglar, tuxum. Palaqda bo'lib qoldi tuxumimiz. Jigar. Jigarim menimcha qilolmadinglar-ku ovqat. Qarang, azim. Yo, o'z mana shunaqa bo'ladi. Bunaqa bu Ichiga sovoramiz-da. jinnimisiz? Bo'lmasa sirani ichiga qo'yib, mana tilib chayingda, yana qaynashga qo'yamiz. Qaynashga emas, o'sha qaynab bo'lgan. Keres chur. Men buchi ne men. Jigar mana shundan Pusto qo'shilamiz. bo'lgandir, shunaqa turadi. Bir ikkita tuxumdan pusto bo'ladi. Hadi yana bittasini yorib ko'ring, bilamiz. To'xtang, qaynatib oling, o'chi. Нет, это, по-моему, вот так поделай. Pishmagan bu, pishmagan. Azim, bitta tuxum qaynata olmaysizmi? Bitta tuxumni qaynata olmayapsiz? Yo, gap bilan bo'lib 10-15 minutda qaynaydi tuxum. Нет. Men 6 minut dedi menga. Qanaqa 6 minut, voy? Чтобы ichi tвердый bo'lishi uchun Yo, u mana tuxummi? Etos. Перевод qilib yuboringlar, gapirayotgan gaplarini o'zbekchaga, iltimos. Qattiq bo'lishi uchun. Ha, mana переводчик mana bo'ldi. Mana переводчик Yunkani gapini o'zbekcha ko'rib turadigan inson. Все хорошо, mayli, o'zlaring pishiringlar, menga farqi yo'q, o'lib ketmaysizlarmi? Tarjima kerak emas degan umiddaman. Nervam chiqyapti meni, nervam уже. Men bilmasdim, dudosh bunchalik zo'r ovqat tayyorlashini. Yo, piyoz hammani qilgan. Mana bu suv sifatida ham ketadi, to'g'rimi? Kerak emas. Nичего себе, kim buncha piyoz soldi, dudosh? Это mало. Как вот piyoz solganni qaranglar, bir umr piyozni solib qo'ydi. Вообще kammas. Mana pomidorga bu piyoz. Men bitta ham anaqani yemayman. Yo'q, men yemayman. Men lучше vesimni anaqa qoldiraman, men yemayman. Men buni piyoz solganni qaranglar. Shuning uchun erkaklar bitta uyga ikkita xotin olmaylar. Saksurga piyozsiz qanaqa bo'ladi, tushuntirib beringlar menga mana shu narsani. Просто pomidor o'zi. Bularga emas, bunga tushuntir. Men buni qarang, solganni qarang, shuncha. Hop, bunda ol, ozginasini ol, bundoq qilib. Ozgina pishirib menga beringlar shu piyozinglarni. Я не буду кушать. Men ovqat yeyman. Men ovqat yeyman. Bonusda keyingi shartda yeyman. Nega yeymaysan? Потому что men piyoz yeyman. Menda piyozni borligini qara, вообще ko'p bo'lib ketgan. Maydalanib ketadi-ku bu. Maydalanib ketmaydi, Kino hozir ketadi, yeganingizni pista. maydaga chiqib ketadi. Hozir sani deb, bir kishi hammucha, hamma bir kishi uchun olib buni deb qizni yutqizadi. Keyin kommentda Yunkan nima qilishadi? Hali biz ko'chaga chiqib ovqat yeyishimiz kerak. O'sha yerda men eng ko'p ovqat yeyman. Yo, eng qizig'i bu hali kelajakda nima bo'lishini oldindan bilaman deb o'ylayapti-da. Ну хорошо, ну. Qara bitta retseniya bor. Vitritsini. Hozir magazinga chiqib. Mana eshitdinglar. Ana bu yoqqa, nima? Ama resheniya aytyapman, eshitdingmi meni? Magazinga chiqib pomidor olib kelamiz-da.
O'ziga o'zi tayyorlab oladi. Alohida. O'sha bular bitta jamoa emas, o'sha alohida bular. Xohlasanglar ozgina piyozinglarni beringlar, men nonga qo'shib yeb qo'yaman. Agar bular o'zi ichki nizo bor ekan bularda. Biz YouTube Xullas, men aralashmayman. O'zlari hal qilsin. O'zlari hal qilsin, men aralashmayman. Bo'ldi. Omadinglar bersin. Menga qara, hal qildim ishi. Ey! Yo'qki. Unda piyoz. Oh, hal qildim masalani. Anaqa qilaman. Hal qildim masalani. Bo'ladimi shuncha oson? Ves anaqa bo'ldi. U yer. Mana buni olib qol, undan ko'ra. Da, mana shuni o'zini pishiraylik. A это всё. Bo'ldi, u yoq kamayib ketadi уже. Aka tomin kisani kina kito. Ay, toma, ay, toma. Ay, toma. Mana bizlarni chimchiyimiz. Kameraga, ham kameraga. Oppa! O'rtoq, sen yo'ligingda. Hop. Men bilan bir-bir bilan urushtirib qo'ydik. Ichki nizo bo'lib qoldi, talashib qolishdi. Samandar. Tashdich. Samandar, kech qolganingiz uchun mana shuni yarmini bizga bering. Yo'q. Mani pulim emas bu, yo'q deyishdi bolalar. Mana idish tovoqlarni yuvib berdi. Men qanaqa biram pishirishni aytdim. Sizlar ozgina petrushka bera olmayapsizlarmi? Mayli. Biz anaqa berdi sizlarga, tuz berdi ofisimizdan. Tuzimni yeb, tuzimni yutib turyaptimi bari hali. Они кушают лук с хлебом. Student hayotini ko'rmagansan, de hali. Allohimga shukr, yetkazganingga shukr. Student hayotini anaqa qilmaydi. Mana shu kunlarni ko'rganimizga shukr. Din bilan chiqib ketish yaxshi emas, yaxshi. Dindan chiqib ketish yaxshi emas. Din bilan. Nega qo'rqasiz? Kim sizni uradi? Ko'rlar, ahamiyat berdilaringmi? Har bunday o'qiganda azim bunday cho'chadi-da, ozgina. Cho'chadi. Uradi sizni. Azam cho'chadi. Yo, cho'chmaydi. Cho'chmaydi. Voy, pashlimi nahrin, ay, vashcha gapirmayman. Ay, bitta tarelka, azim. Azim sevishyapti bu yoqda. Azim, kallangga. Oh. Tarelka ber. Ты же сказал, сосиски сделаю. Я сделаю. Что скажешь есть? Вам сосиски целые или порезать? Порезать, пожалуйста. Мне как удобно, а вам как удобно? Все. Целый удобно, да? Ладно, договоримся. Bingo. Mana tuxuming to'raldi. Nima? To'g'ri oldim. Artildi. Ol. Mana bunisi musorga. Давай, на. Вот мусор. Уже man qo'yib berdim musorni. Hurmatli ishtirokchilar, vaqtinglar kam qoldi. 1 soat vaqtinglar qoldi. Seriozmi? 1 soat va 30 minut vaqtinglar qoldi. Hali sizlarning ovqatinglar tayyor bo'lmagan. Ovqatlanishinglar kerak hali. Давай, tez bo'l. Давай. Qoch. Tezlashtirdi. Tezlash ketdi. Narimchi bor, Samandar Shohruz videoni ko'rayotganlar hamcha like bosmadi. Bosmadi, Rayhon bitta qo'y o'zing Like bosinglar. Bitta o'zim harakat qilib ovqatlanishlaringga sallani. Oshxona emas, joyim yuragingda, astan vaqtda, bolagingda. Yuradigan emasman Yuragingda qizlar uchadi. Mana oshxonada bilan joyi hammasi. 100% oshxona. Hammaning joylar 100% oshxona. Undan keyin er bilan sayohatlar, karyera boshqa narsa. No, oshxona. O'ylama, anaqa davolanib ketsan hali. Shifo beradi. Like bosib, podpisatga bosinglar. Qoch. Nima qanaqa suzadi? Ay. Mana birinchi ovqat tayyor olsanglar bo'ladi. Shaxsan Shohruz ovqatini videoga olinglar. Ovqat tayyor bo'ldi, baho ber. Mayli, hozir jamiyatga qo'shasan yana. kim san asabiylashtiryapti? Men bu. Yo'q, qulog'imda qilib yot qulog'imga. Nima deysan? Sen nima deysan mana? Buni men boshqa tushunaman lekin. Sen quloqlik qilishing mumkin. Nima? degan narsani tushunaman-da. Например, bundoq qiling menga. Men qulog'imman. Qulog'imga tegyapsan-da. Ha. Qulog'im o'tdi. Qo'lingga qulog'im. Jamiyatdan nima so'raymiz yana bir bor. Asad yomon qiynalasanlarga kesishlari. Buni kesish kerak emas. Prosta-chi, masalan, ko'p qizlar gapirishib chiqishadi-da, bizlar tam shortik yoki futbolka yoki nimadir kiysa, srazu o'g'illarni boshqacharoq miyasi ishlashni boshlaydi, har xil kommentariyalar bo'ladi. To'xta. Bizlar ulardan so'raymiz, iltimos, bizlar demokratik davlatda yashaymiz, odamlar xohlagan narsasini qilaveradi. Men gapirsam maylimi? Bu teng narsa konstitutsiyamizda yozilgan, xohlagan odam xohlagan kiyimini kiyadi. Asosiysi Asosiysi kiyim haqida. Tipa,
Erkak kishining shafqatini keltirasan, bu tabiat deyiladi. Demoqchiman, bizlar shu narsa bilan qo'rashib kelyapmiz. Ha, bular shu narsani yana keltiryapti. Потому что erkak kishining g'ururi bor, rashk qiladi. Siz kimdan rashk qilasiz? Bizlar bir-birimizga hech kim emas-ku-miz. Shafqatini keltirasan unda. Qara. Ha, bo'lmasa ko'zingizga pastga tushiring-da, bu sizning niyatingiz-ku. Men senga yomon niyat qilganim yo'q-ku. Menga emas, men o'pishim deyapman. Qizlar boteks qiladimi? Da, Boteks qiladi. Sizlar o'ylaysizlar, bolalarga boteksli qizlar yoqadi.